Kelinglar, bu Yettita maktab, 8ta sinfda o'qigan. Puntlarni bahona qilmaymiz. Apostolazligim. Yo'q, ko'rmalar bilan turishing. Men odamlar bilan tanishgan yaxshi. Bosa-bos uraver bu yog'iga. Sizni yoqtirgan bloger bilan bir kun loyihamizni bu safarga mehmoni. Aka, tinchlik nima qilyapsiz bu yerda? Assalomu alaykum. Poyiz kutyapman aka, poyiz. Nimaga kutyapsiz poyiz? Shatda Ketaman, kutadi. ha? Ketaman aka, poyiz qatgacha borsa, o'shaga bormoqchiman aka. Tinchlikmi nima bu? Yaqinda Cobalt sotuvdim, o'shaga ketib boryapman aka. Cobalt sotsa ketadimi ona? Конечно aka. Instagramdan xalq maza qilsin, kelinglar aka, boshlang'ich to'lov atiga $1000, 5 yilga halol nasiyaga deyishdi, o'sha Cobaltdan oldim-da aka. Ya aka xursand bo'lib metallar ko'tarib qoplay kelib qatdan kelyapsiz. Birdan chempionatni birdan oldim. Nimadan? Kredit olish bo'yicha 37 ta joydan oldim aka, kredit. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Ko'toy, sizlar meni YouTube kanalimdasizlar. Sizni yoqtirgan bloger bilan bir kun loyihamizni bu safarga mehmoni Sho'ro akamiz bo'ladi. Assalomu alaykum Sho'ro aka, charchamayapsizmi? Bu safar bir kunlik emas, yarim kunlik, chunki soat 2 da keldi o'zi. Biz ertalabdan deb o'yladik. Aka o'zi meni proyektimni ko'rdingiz-a, boshlagan. Kech paytgacha nimalar bilan band bo'lasiz, qayerga borasiz, reklamalaringiz bormi, yo'qmi, qanaqa hammasini boshdan oyoq ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Hozir bo'lmasam, sirazi boshlaylik. O'zi obed bo'lyapti. Ertalabdan edi o'zi aslida. Yarim kun ham lekin qiziq bo'ladi bu, qarab turing. Ha, sizni yarim kuningiz muhimi. Ana hozir chista reklamamiz bor. Ha. Ideya yarim soat oldin miyada tayyor bo'lgan. Endi bitta bolalarga aytsak, xo'p. Bu yerda Muhammadxon ham o'rtog'im, taniysizlar, birga chiqadi. Bu bola Kamoliddin, ham mobilograf operator, ham telefon, xullas nimaiki bo'lsa Kamoliddinning bo'yinda. Kadrda orqasida hamma qora ishlarni qiladi. Keyin yana bitta o'rtog'im bor, iPhone degan, uni zalda ko'ramiz kechqurun. Xo'p, hozir ketdi. Ideya naqa? Kamoliddin, Muhammadxon mana mashina purish, kamera orqasidasan. Kamoliddin keyin keladi. Короче, mashinani narxlash haqiga olaylik. Короче, kelaman aka, 12 sotyapman. Shunaqa sana baholataylik deysan. Keyin o'zgaradi, Kamoliddinga baholat. Senga aytaman birinchi, aka, o'z 10 yillik mashina purishsiz, o'z baholab bering. Ya'ni tanish. O'zgardi. Bu ham kelib boshqa odam topadi. Bu paydo bo'ldi, boshqa odam topadi, yana bitta bola bor. Ha, bor. U bola. Xullas hamma chiqadi. Oxiriga narsa qo'yishimiz kerak edi, kulgili. Ham 5 bolani urib olamiz. Reklamasini. Reklamasi ichida yengil. Ha. Ideya qilinadi, reklama tiqiladi. Общий 1 soat ketadi hammasiga. Akasi toza. Ha, toza. Bo'ldi. Yana o'sha mavzu. Narx ayting, narx ayting. Cobalt temasi, kredit temasi. Yangi. Sho'ro aka, yana o'sha o'zingiz temalaringizmi, aktual mavzular? Ha, mashina bozorida hozir bitta gap aytaymi? O'zi aslida mana shu tema bor, mayta keldi. Birinchisi tabibda, o'qib tashlayman, bu o'qib tashlayman. Ikkinchisi treyderlarda. Uchinchisi mana mashina bozorida. Telefonni berdi. Kecha kunda o'zida, kecha kun qolgan kunlarda gapirmayman. Kecha kunda o'zida o'ldim degani 4 ta keldi. Yo'limdan chiqsang o'ldirib tashlayman, siqib olaman, tiqib olaman. O'shaning metiga keladi. Ko'proq qaysi mavzuyingizda? Xo'p, tabib paytida bo'lgan u tugadi. Treyderlarda rosa olib chiqqanimda rosa bo'ldi. Endi mashina bozordan. Ha, mashina bozorda. Voy. Короче, nima deydi? Полный угроза. Yorib tashlayman, tiqib tashlayman, yo'limdan chiqib qolasan, oqtarib boramiz. Kelganlar ham bo'ldimi? Keladi, keladi. Kelgandan keyin boshqacha gaplashsa kerak, ha? Men olib chiqayotgan narsa, misol haqiqat narsa. Bu ham menga aslida ish. Misol meni mana shu mehnatim orqasida meni haqqimga duo qilib yurgan do'stlarim, oilam, misol oilamdagi ayollari men nimagadir erishsam, ularda komfortim bo'lsa, yeb ichishi, kiyim-kechagiga, sog'lig'i, to'g'rimi? Ularda nimasiga mas'uliyat-ku, biz erkak kishining bo'ynida mas'uliyat. Endi bu 3-4 ta odamning ugrozasidan qo'rqib, tiqib olaman, bir bola qolibdan qo'rqib, buni to'xtatib qo'ysam, men cho'ksam, qolganlar ham cho'kadimi? Menga bunday qo'lini uzatganlar. Qisqa qilib aytganda, akalar, qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Misol nimagadir duxingizni davayda bossangiz, umringizni qisqartirib qo'ymaydi. Xudoda aytgani bo'ladi. O'shuning uchun bular gapirib yotaveradi. Qani? Xullas. Faqat negativ, ha? Kunda bor. Yoraman, buzamanlar bor. Mana shu o'zida bosamiz. Abbakir qayerga ketdi? Janul 5 06 qilaylik, bo'lmasa. Mashinada? Ha. Aka, mana shu mashinani sotish kerak. Srochno pul zaril aka. Pauza ushlab qo'yibsan.
reski. Sen o'zing mashina purishni tasavvur qil. Boy aka mana shu 12 sotish kerak. Rosa pul zaril aka. O'zingiz olib qo'yasizmi deb keldim. Dokumentlar joyidami? Aka, dokumentlar hamma yo'q joyida. Yangi 12 aka. Bo'pti, baholab olamiz. 20-50 mashina purishsiz boy aka. 12 sotyapti, 12. Bo'ldi. Kim baholab beradi? Bo'ldi. Qani? Endi mendan narx so'rasa, "On bilmadim, o'z bitta narx aytib, nima chiroyli qilib olib qolaverasiz. Sen bitta baholatamiz bo'lmasam, yoki 20-50 mashina purishsiz, sen endi xolis. Birov baholab nima qilib beraversin? Tanish bor, chaqiraman. Bo'ldi, sen o'zi Kamolni ko'radi, kraskasi tozami, turib baholatamiz deydi men ham. Ketdimi? Boy aka mana shu 12 sotish kerak. O'zingiz olib berasizmi? Rosa pul zaril aka. Dokumentlar joyidami? Hamma yo'g'i tiniq aka. Bo'ldi, qancha deyapsiz? Endi o'zingizga olib kelaverdim aka, o'z bir narx aytib. Yo'q bo'lmasa bitta baholab olamiz. 20-50 mashina purishsiz, o'zingiz bitta narx aytib. Yangi 12 aka. Tanishim bor, zo'r qilib baholab beramiz. Bo'ldi aka, baholab. To'xta chayildi. Cho'tta qandaydir o'xshamayapti, nimasidir o'xshamayapti. Oson emas xullas. Nimasidir Bitta masalan bitta biz masalashadigan. Hamma bloger adashadi. Lekin hozirgi bo'layotgan syomkani Instagramdagi sahifasiga o'tsanglar ham ko'rsanglar bo'laveradi. O'shani ukatoyda YouTube'da syomka qilayotgan joyini Vayni shu ekanda deb olasiz. Boy aka mana shu 12 sotish kerak. To'g'ri, o'zingizga olib kelyapman aka, rosa pul zaril. Srochni. Dokumentlar joyidami? Srochdan. Bu ikkisi kraskasi tozami? Kraska toza, yangi 12 aka. Kim baholaydi deyman. Ha. Siz metda edingiz, hamma joyiga borsin-da, u bola ham chiqarsin, videoga olayotgan bola ham chiqarsin. Shora akam kutyapmiz. Uyga kirib ketdimi? Bu yoqdan chiqmaydimi? Nari yoqdan aylanib chiqishadimi? Mikrofonim yoniq bu. Ha, yoniq. Savollarim bor. Menga siz obrazlaringizdan oddiy misol qilib aytaylik. Rifkat aka obrazi qayerdan kelgan? Rifkat aka obrazi kelib chiqishi, boshlanishi ustozim Elmurod akam, Elton Ferganskiy, undan Jamshid Normatovni o'zi kelinglar so'zdan Jamshid Normatovniki konsertga kelinglar, mehmonlar, o'sha joydan olganman. Attan-battan jicha qilib bitta mix, lekin asosiy ustozdan Elmurod akamdan. Elmurod akam o'zi fikri qanaqa bo'lgan? Men uchun fanatizm o'zi yaxshi narsa emas, u kumir. Xullas konkret zo'r odam. Tipa akamdaqa yaxshi ko'raman. Sizga umuman qarshilik qilmaganda, to'g'rimi? Yo'q. Misol juda kam ko'rishamiz o'sa aslida. Umuman hech narsaga aloqasi yo'q. Bitta gapni gapiradi, keyin uni tahlil qilib, bir oy o'ylab hayotga tushirib yuramizda. Men o'zi Elmurod akamga aytganman. Birinchi Elmurod akam oldiga borganman. Aka shogird tushmoqchiman, bilaman, sizga shogird tushaman deganlar ko'p. Lekin aka, shuni biling, men hamma emasman. Aka, borligini bilmaysiz. Videongizga chiqaydi, har qancha qilmayman. Savol bermayman. Menga nimanidir o'rgatish shart emas. Qanaqa savol vobshe bermayman. Faqat iltimos, hali xizmat bo'lganda chaqiring, chekkadan kuzatib yurib, men oladiganimni olib olaman deganman. Xullas, minusim sizga hech qanaqa og'irlik tushirmaslikka harakat qilaman deb, shuna eplab shogird tushib olganman. Keyin yaxshi, Xudoga shukr mana. O qizim, shashlikkami? Mana bu yerda uyimiz oldida shashlik bir bolaga chiqishadi. Asli kelib chiqishingiz qayerlisiz o'zi? Asli kelib chiqishim Marg'ilon, o'zi asli. Dadam shu Marg'ilonlik. Ayam Toshloq tomondan. Shu yerda tug'ilganman, lekin men Zakanal degan joy bor Farg'onada. O'sha yerda men esim taniganman. 6 yoshda ko'chib ketib, 4 yilmi bo'ldi qaytib kelganim yana Marg'ilonga. Menimcha sizni taniydiganlar, ko'p marg'ilonliklar qaysi maktabni bitirganingizga ham qiziqsa kerak. Men mana shu Toshloq, Marg'ilon, Farg'ona qilib 7 ta maktabda o'qiganman. Keyin Zakanal degan maktabda A da ham, B da ham o'qiganim uchun 8 ta sinf bo'lib qolgan. 7 ta maktab, 8 ta sinfda o'qiganman. Oho, o'qimagan maktabingiz qolganmi o'zi Marg'ilonda? Yo'q, oldin hali ko'chishga to'g'ri kelardi. Bir buvamnikida men buvam o'g'li bo'lib ketib qolardim, bir uyga qaytib kelib, hali uydan orozlab chiqib ketdi. Xullas, chaydi bo'lib ko'p maktabda o'qigan. Ko'p maktabda o'qish yaxshi, lekin bitta muammosi bor. Shunday kelasiz, 15 ta 16 ta bola shu buqa qarash qilib kutib oladi. Lekin 10 ta 15 ta bola yaxshi kutib olmaydi. Chunki begona bola butun boshli begonalar chekir o'rnini topib ketish qiyin. Shu narsani tushundim. Oxiri data o'toyasiz-ku, bitta sinfda kuzuri bo'ladi. Uni yonida 5-6 tasi bo'ladi. O'rningizni topishingiz uchun eng qisqa yo'l, o'shanaqa yangi maktabga o'tganingizda. Agar kuzuriga tashlasangiz, urushib ketsangiz, endi u sinfda kuzuri-ku, o'zini oriyati, nomusi uchun oxirigacha urushadi siz bilan. Sizni yengmaguncha u qo'ymaydi. O'shuning uchun
kuzurga tegilmas edi. Yonida bitta ikkita o'shani yonida bitta past urovinglar bo'ladi-yu. O'shani bitta qoqas. Bo'ldi. Endi mana kuzur o'zini nimasidan xavfsiraydi. Menga ham shot bormasin deb u zo'r do'st bo'lishga urinadi. Kuzur bilan zo'r do'st bo'lganingizdan keyin qolgan 14 tasi o'z-o'zidan hurmat qiladi, urushmaslikka harakat qiladi. Bu deydi, xavfli deydi. Ko'p maktabda o'qib, men shu narsani kashf qilganman o'zim uchun. Yangi maktabga bordingizmi, kuzurni yonidan chotki bitta qoqing bo'ldi. Sizni o'rningiz bor. Kuzur ham urushmaydi, hech kim urushmaydi qaytib siz bilan. Taktika xullas. Taktika, zo'r taktika. Akalar reklama syomkasini tugatib oldik. O'zimiz ham qatnashib oldik orada. Biz qayerga boramiz endi? Xo'p, meni asosiy ishim tugadi. Men reklamamni urib oldim. Plan bo'yicha, misol ertaga bitta reklamani olishim kerak bo'lsa, uni soati aniq, zalimi soati aniq. Agar uyimda qanaqadir kimnidir qaqadir olib borish kerak bo'lsa, uni soati aniq. Qolgan hammasi yo'l-yo'lakay. Asosiy narsalar reja bo'yicha, qolgani yo'l-yo'lakay bitaveradi. Yo'l-yo'lakay bo'lsa, yo'l-yo'lakay. PlayStationga ketamiz, yo'lma-yo'l Shour aka gaplashib, ha? Bo'ldi. Javob Xudo qilib xolasa. ketamiz. Bo'ldi. Ketdik, kuzatishda davom eting. Dostondan PlayStation olib olish kerak. PlayStation'ni olib, to yoqib turganlarincha men 10 minutlik ishim bor. Bitiraman, qaytaman. O'sha uydagi, shaxsiy. Bitiraman, qaytaman. Xullas, uyda o'zi ko'rishamiz. Muhammadxon 4-5 kilometr yurish kerak. PlayStation'ni olib, Muhammadxonlarga olib kelib qo'ygunlarincha men shunday orqalaringdan kelaman. Nima yeysizlar, nima olay? Farqi yo'q. Yo'q, Marg'ilonga o'taman-da, bari yeb ichib o'tiramizda. Qiladigan ishimiz, meni eng asosiy qiladigan ishim o'tirib o'ylash. KFC olib kelay endi. Bo'laveradi. Ha, bo'ldi. KFC olib keling. Muhimi kuttirib qo'ymasangiz bo'ladi. Bo'ldi, harakat qilaman tezlashishga. Hozir PlayStationga boramiz, mikrofonni bering. Aha, xo'p. Flash shunaqa. Endi Shour akam bilan men o'zi anchadan beri tanish aka-ukamiz. Bizda jajarchasiga o'tadi hamma yo'q. Aka bilan ham ozgina gaplashamiz endi. Shour aka bilan yoshi sen yana adashmasizmi? 95-mizkan o'zi. Qana tanishgansiz, oshnamisizlar? Yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Ha, yoshlar bola. Tezda kelaman. Muhim ishim bor, muhim odamni olaman. Progressdan PlayStation'ni olib ketyapmiz. Shour akam 10 minutlik ishim bor uka deb ketgan. Xudo xolasa mana 10 minutlik ishi bor deganiga 15 minut. 15 minutdan ham o'tyapti. Bizni kuzatib turinglar, Shour akam bilan yana ko'rishamiz. Shour akam keladimi-ku o'zi? 2 minutga kelaman dedimi? 2 minutda ham, 20 minutda Shour akam ham. Ular Shour mashatda katta bo'lganmiz bilan, Mas'udonda. Oldin uy shet bo'lgan. Birinchi uyi, eng birinchi uyi shet bo'lgan. Eng birinchisi emas, ko'p joyda. Yoshligi mas amakilar shet turadi. Asosiy payti, esda qolarli paytlar shetda o'tgan. Shetda bo'lgan. Shour akam esda qolarli, xotiralari mana yerda o'tgan ekan. Nechinchi etajda turgan? Birda turgan. Kaklar mana birda turgan. Necha yil bo'ldi bu yerdan ko'chib ketgan ekan? Bizi asosiy ishimiz shu dam olib o'ylash. Ko'p eng asosiy ish shu. Yeyish kerak, jicha o'ylash kerak, trenirovkaga borish kerak, gazini bosish kerak bo'ldi. Jajarchasiga. 100 yil tutamaslik kerak, 50 yil yonish kerak akalar. Bitta ish ekanlar qildimi, o'sha ishni eng zo'ri bo'linglar, bo'lmasa o'sha ishni qilmay qo'yaveringlar. Xullas shu. Hammaga assalomu alaykum. Bilasizlarmi, bugun kimlar kelgan? Andijonli Ukatoy. Yangi loyihasi bor. Siz yoqtirgan bloger bilan bir kun degan loyiha bo'yicha bugun ertalabdan kechgacha men nima qilishimni jamoadoshlari bilan, do'stlari bilan videoga olishyapti. Men bu bola meni videoga olyapti hozir. Bizda Muhammadxon, Islomjon va Kamoldan. Real bilan Liverpool. Men Liverpoolman, Shour akam Real. To'g'rimi? Yo'q. Bo'pti, qani Mbappeni o'rnida deb bir marta o'ynasin-chi. O'g'o, PlayStation'imizni sharoiti shu. jajarchasiga. Ha, ideya qilinadigan joyi ham shu. Har xil g'oyalar xuddi shu xonada paydo bo'ladi. Go'mi? Liverpool ichiga 6 tursam ham aka ko'p qolamiz uka. Buni orozlab olib, teskari qarab olishlar yo'q. Ertaga keyin yana siz ham video tuttirmang, uka, kelib turib 6 turib ketdingiz, 7 turib ketdingiz deb. Qarab turing-da. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Santiago Bernabeu stadionida Real Madrid hozir Liverpoolni xo'rlashga tayyorgarlik ko'ryapti. Omad podkat bilan o'ynayman men. Ha, bilinyapti o'zi. Modric bugun ajoyib formada. Offside o'tib oldi, molga o'xshab. Bo'pti, bo'lmasam beraverasiz to'pni. O'tirganimda kichkina ko'ryapmanmi? Berib turing, to'pni berib turing. O'tirganda kichkina. Hech varatada gol urishga ham bu sizga. Yo'q. Varatada oz ko'rasiz.
Hala Madrid. Xafa basizmi? Yo'q. Voy mana! Mana yaxshi, yaxshi. ertaga urushlar bo'lib, tez zana qo'yib ketmasin, ha? Akalar, hozir Cowboy degan bitta fitness klubga kelganmiz. Shohruh akam hozir ozgina kirib, o'zini ustida ishlaydi. Jarayonlarni ham qo'yamiz. O'sha bizning kunimiz yakunlanib qoldi. Xudo xolasa O'tirishni videoga olaylikmi? Yo'q, voy onasi. Oyi, zaldan keyin chay pizza bor. Bir gapingiz bo'ldi, faqat masjonni kesib yubormanglar. Chunki men bilan qiyomatli do'st bo'lishi mumkin bo'lgan bitta o'rtog'im bor-da. Hozir misol men 3-4 ta odam tanib qolganiga o'rtoq qilmaydi. Hozir ko'rasizlar, juda yaxshi ko'rib, do'stim deb keladi. iPhone degan bola. Hali u bola meni Instagram yo'qligida ham 90 million qarz yurganimda ham mana $1000 do'stim ishlating chista do'st sifatida yaxshi ko'rgan bola. Mana shu bolani nima deydi? Tanishtirsam xursand bo'lardim. Bo'ldi aka, gap so'z yo'q. Maza qiladi-yu, uni odamlar ko'radi. Lekin chista ishaning to'g'ri bola. Hali hayotda to'g'ri bola, ham lider bola, yaxshi bola. Misol yoningizda odamlaringiz ko'p-ku, ba'zida shunaqa bo'ladimi? Misol kimdir pastroq bo'ladi, kimdir jicha narsaga aql yetmaydi, kimdir o'ta aqlli bo'ladi. Hali bunday qilsang bo'lmasmidi deb so'kaydigan yoki baqiradigan paytlaringiz bo'ladimi? Juda ko'p. Ayniqsa men kameraga olib ketayotgan bo'ladi. Yo'q. Hammani boricha qabul qiling. Kun bo'yi ko'rdimda, ba'zi narsalarga so'kib qo'yapsiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Hozir biz ham kirsak bo'ladimi o'zi? Ha. Farg'onadagi nomer 1 zalmi? Hamma udobstva bor. Endi MMA. Bunga ham karta bilan o'tkazar ekan. Nima ishlamayapti bu? Bu ham bir texnologiya. Xullas, Shohruh akam buzib yuboraman deb o'sha tayyorlanyapti. Mana taqib oling aka. Bo'ldi. Formalar bilan to'shi. Xullas, o'sha hozir zaldamiz. Zalni ham tanlashda adashmabdi. Zal lekin zo'r. Ichkarini ko'ra sharoitlar mashhur. Chista reklama hech nimaga pul olmaganmiz. Realni mana ko'zimiz bilan ko'rdik. Shaxsan menga realni o'zim insoniy sifatida yoqdi menga. Rosa. Sharoitlari ham zo'r ekan. Zali agar qayerdadir ismi chiqqan bo'lsa, yo balki mana shu joyidir. Xosan realni zo'r zal. Chunki ichkarida trenerlar rezultat qiladigan trenerlar og'ziga gapirib yubormaydi. Shu kimdir qiziqib kelsa, billa ishlaymiz bunday qilib. Kartochkani qo'yib ustidan qulflab yubordim men. Endi nima bo'ladi? Aka, o'rningizni olib tursam bo'ladimi? Balki ochar. Ochmasa kerak boshqasinikini, menimcha aka. Yo, ochmasa ham kerak ham. Yo'q, aka ochmaydi. Xullas hozir Shohruh akam kiyimlari qolib ketdi. Hop. Akalar, assalomu alaykum. Biz Cowboy zalga keldik. Mana hali endi ko'chada aytgan o'rtog'im mana aytib turibdi, kulib. Ukaxon Anjonli. Assalomu alaykum aka. Ayfonaga shu bola bo'ladi. Sizni tanishtirdi? Ona. Geniy odam. Biznes planni ko'p, xudo xolasa 2 oydan keyin bitta katta ish boshladim dedim-ku. O'sha akangiz bilan bo'ladi. Shunaqa odamlar bilan tanishgan yaxshi. Yaxshi odam. Nima? O'rta endi Shohruh akamni chalg'itmaymiz, bosa-bos uraver bu yog'iga. Shu joyda bizni Shohruh akamni bir kunlik hayotiga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetadi. Aka, vaqtingizni yetkazib bizga bir kuningizni ayamaganingizga katta rahmat. Siz o'zingiz shuncha bolalar jamoangiz bilan ozgina mehnatimizni hurmat qilib, aka deb Andijondan kelib shu kun bo'ylarini ayamaganlaring uchun sizlarga alohida katta rahmat. Endi balki kulgili, balki juda qiziq bo'lmagandir, chunki baribir nima bo'lganda ham shaxsiy hayot. Gapingizni bo'ldim. Bir kunligi davomida shu videoni ko'rib turganlar, Shohruh akamdan qanaqadir o'zini yoqtirgan obrazini, ana prikolniy gaplarini kutgan bo'lsanglar, bu Shohruh akamning shaxsiy hayoti. Shunaqa gaplarga qiziqadiganlar Instagram sahifasidan maza qilib ko'rsanglar bo'laveradi. Bunda faqat shaxsiy hayoti. Undan keyin Shohruh aka sizni ko'rib turgan podpischilaringizga, umumiy O'zbekiston xalqiga qanaqadir bitta gap. Xo'p, O'zbekiston xalqiga men bolalarga gapiraman doim. Bolalar ajralib turishdan qo'rqmanglar. Agar maqsadlaringiz kulgili bo'lmasa, to'g'risi yashamaganlaring ma'qul. Qarchi erkak kishi jangchi uka, oilasini, bola chaqasini, sog'lig'ini, yeb ichishini, komfortini tashkillab beradigan jangchi biz hayotda. Bolalar bosinglar, muhimi vijdonni sotmanglar, Xudoga yoqmaydigan ish qilmanglar.
любой ishni gaziga bosinglar. Vaqtinglarni ketkizib, bizni bir kunimizni ko'rganinglar uchun sizlarga ham alohida rahmat. Sizlar bilan ko'p oy bo'ldi. Keyingi sonimizda qaysi blogerda bir kunlik hayotida biz bo'lishimizni xohlaysizlar, pastga imini yozib ketinglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat degan. Rahmat akam, sizga ham joningiz sog' bo'lsin. O'zingiz ehtiyot qiling.